Markazga savdo emchish rahbari bo'laman. Bizning faoliyatimiz asosan umumiy ovqatlantirish bilan shug'ullanamiz. Bugun shu Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasida umumiy ovqatlanish bilan shug'ullanuvchi barcha korxonalarga yig'ilish o'tkazildi, uchrashuv uyushtirishdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Yangi chiqqan qonunlar bilan tanishtirishdi. Bu uchrashuv davomida soliq xodimlari tomonidan biz tadbirkorlarga yashirin iqtisodiyotga yo'l qo'ymaslikda birma-bir bosqichma-bosqich tushuntirib o'tishdi. Biz bundan o'zimizga yaxshi xulosa chiqardik. Soliq boshqarmasiga barcha tadbirkorlarni yig'ib majlis o'tkazishdi. Majlisdan maqsad maxfiyona iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha mavzu bo'ldi va undan bizga ancha tushuntirish ishlari olib borildi. Hamda soliq tizimidagi va tadbirkorlar bilan birga ishlash tizimidagi yengilliklar, tushuntirishlarda ancha bizga maslahat berib, yo'nalish ko'rsatishdi. Qilingan xatolarni o'z o'rnida bartaraf etishga maslahatlar oldik va maxfiyona iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha qilinayotgan, borilayotgan ishlarga biz ham o'z hissamizni qo'shib, soliqchilarni bizga bergan maslahatlarga amal qilishga kelishib oldik va o'zimiz uchun katta tajriba orttirdik. Soliq bilan tadbirkorlarni bir-biriga ko'makchi bo'lib ishlashlari bizga yoritib berildi, qanchalik to'g'riligi va biz bundan o'zimizga yarasha xulosa oldik.